3 kun oldin savol berdingiz, men javob berdim. Ota-onamga bildirmasdan Qur'on yodlasam bo'ladimi dedingiz? Ha dedim. Nima ota-onangiz g'ayridinmi, nasroniymi, dahriymi Qur'onga qarshisi? Yo'q. Alhamdulillah, ota-onam musulmon, namozxon. Bizigida namoz o'qiladi. Nimaga bo'lmasam bildirmasdan Qur'on yodlatsam bo'ladimi dedingiz? Ota-ona bilsa xursand bo'ladi-ku desa, bir yig'lab oldi-da, ustoz, qiyomat kuniga borganda farzandiga Qur'on yodlatganlarga 70 ming qirrali nurdan bo'lgan toj kiygizilar ekan. Har bir qirrasida bittadan gavhar bo'lar ekan va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt-ravon berilar ekan va 70 mingta farishtani berar ekan, ko'tar otasini, onasini deb. Meni ham otam bilan onamni oldilariga farishtalar 70 ming qirrali nurdan bo'lgan tojni va 70 ming farishta ko'tarib turadigan nurdan bo'lgan taxt-ravonni olib kelib, mukofot muborak bo'lsin deysa, sizlar adashyapsizlar. Meni farzandlarim Qur'on yodlamagan. Buni farzandini Qur'on yodlatganlarga olib boringlar desa, Alloh taolo seni falonchi qizing sizlarga bildirmasdan Qur'on yodlagan edi, shuni mukofoti desa, otam bilan onamni ko'zidan xursandchilik yoshini oqishini xohlayman. Shuning uchun bildirmasdan yodlasam bo'ladimi dedim. 29 bora Qur'onni yodlab takrorini qilib bo'lganman.